Meni ko'nglim dunyodagi eng xushbo'y narsani xohlayapti. Menga dunyodagi eng xushbo'y narsani olib kelinglar. Mana shohim, dunyodagi eng xushbo'y narsa bu gul. Juda ham xushbo'y, lekin menga undan ham xushbo'y narsa kerak. Mana uni oling, qalampir munchog'i. Juda ham xushbo'y, lekin meni ko'nglim undan ham xushbo'y narsani xohlayapti. Unda mana uni oling, bu atir. Juda ham xushbo'y, lekin menga undan ham xushbo'y narsa kerak. Agar menga 3 kun vaqtda dunyodagi eng xushbo'y narsani olib kelmasalaringiz, boshingizdan tanangizdan judo qilaman. Assalomu alaykum, Hazrati Navoiy. Va alaykum assalom. O'tiringlar. Xo'sh, nima maslahat bilan? Bizni shohimiz eng xushbo'y narsani xohlayapti. Agar biz 3 kunda shohimizga xushbo'y narsani olib kelmasak, boshimiz tanamizdan judo qilaydi. Bo'lmasa, dehqonning oldiga boringlar. U biladi. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizning shohimiz eng xushbo'y narsani xohlayaptilar. Agar 3 kun kunliklar shu 3 kunda topib kelmasak, boshimizdan tanamizni judo qiladilar. Yoshligimda onam dunyodagi eng xushbo'y narsa non deyotgandilar. Balkim nondir. Olib ko'ringchi. Rahmat senga dehqon. Mana shohim, dunyodagi eng xushbo'y narsa bu non. Meni ko'nglim shuni xohlayotgandi. Rahmat senga. Dunyodagi eng xushbo'y narsa bu non ekan.